Nancy 2412L past haroratli EVA yelimlari avval va yumaloq detallarning qirralarini, masalan, mebel elementlari, dekorativ panellar, nostandart shakldagi detallarning kromkasini samarali yopishtirish uchun mo'ljallangan. Ushbu yelimdagi moddalar mahsulotning kromkasini yopishtirish vaqtida moslashuvchanlik va mustahkamlikni saqlab, ishonchli yopishni ta'minlaydi. Yopish vaqtida materialga termal shikast yetmasligi uchun past haroratlarda foydalanish uchun optimallashtirilgan. Etilen vinil asetat asosida ishlab chiqarilgan bo'lib, turli materiallarga, jumladan MDF, yog'och, plastmassa va boshqa materiallar mukammal yopishadi. Yelim qurigandan keyin elastik bo'lib qoladi. Bu deformatsiyaga duchor bo'lgan avval qismlar uchun ayniqsa muhimdir. Yelim namlikka chidamli, bu esa namlik o'zgaruvchan joylarda foydalanish uchun idealdir. Qo'lda yoki avtomatlashtirilgan uskunalarda qo'llanilishi mebel ishlab chiqarish jarayonlari uchun qulay qiladi. Qo'llar juda qulay, 25 kg qoplarda sotiladi. Bu uni turli sharoitlarda ishlatishni osonlashtiradi. Bu yelimni barcha Nancy Guz do'konlari, Namangan Ega Mebel fabrikasi, Toshkent Qo'yliq 5, Andijon va Toshkent Jome do'konlarida xarid qilsangiz bo'ladi.